Assalomu alaykum. Men ismim Nazirov Eldor. Uzcar Amco qo'shma korxonasining bosh direktori lavozimida 2025-yildan beri o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Uzcar Amco qo'shma korxonasi 1995-yilda avtomobil sanoatida plastik detallarni mahalliylashtirish jarayonini oshirish maqsadida tashkil topilgan. Hozirgi kunda korxonamiz UzAuto Motors, BYD hamda Kia avtomobillari uchun butlovchi qismlarini yetkazib bermoqda. Hozirgi kunga kelib korxonamizda 1200 dan ortiq kishilar o'z faoliyatini olib bormoqda. Mahalliylashtirish darajasi 20% dan 70% ga oshirilgan. Hozirda O'zbekistonni Sepla hamda MEP korxonalaridan xom ashyolarni sotib olib kelmoqdamiz. Uzcar Amco qo'shma korxonasini kelajakdagi maqsadlari avvalo hozirgi kunda 550 ming komplekt avtomashina ishlab chiqarishdan 1 millionta avtomashina ishlab chiqarishga yetkazish hamda BYD, UzAuto Motors hamda Kia'ning import qilinayotgan avto qismlarini mahalliylashtirish oldiga maqsad qilib qo'ygan. Uzcar Amco jamoasi nomidan barcha yurtdoshlarimizni O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman.